yaxshi ob-havodan foydalanib prirodaga chiqdik. Mana bular bolota ekan, qarang. Birinchi marta umrimga chiqishim bunaqacha joylarga. Tam katta dengizga chiqib ketish bo'g'ozi shu tarafda. Do'stlarim shashlikka chaqirishdi, yuringlar deb chiqdik. Tak. Mana suvga kelyapti bular. Bu yerda eng shirin suv bor ekan mana. Shuncha odam suvga turibdi, navbatga qarang. Tog'lardan oshib keladi ekan suv. Shungutniy deyilar ekan. Mana shu suv oldik mana. Suv oldik. Mana do'stim bo'ladi mani. Мне так удобнее. Do'stimni ham ko'rsatdim zaodno. Xotinchasi yurtdi orqasidan. Deb. Do'stlar bilan shashlikka chiqdik. Что-то берешь? Не пачка. Такой сильненький. Конечно, да? Такой, да? Ничего ж. Botqoqlik. Mana Motamsaro ona haykali. Hozir olib kelib, bular gullar qo'yib, nima qilyapti? Kelayotganlar rosa cho'qinib gul qo'yishyapti, o'zini traditsiyasini qilib. Chiroyli. Hammani o'zini nimasi chiroyli-da. Ko'rdingizmi? Ну вот, праздник как праздник. Короткий reportaj olib boraman Murmansk shahridan. Mana bunaqachin mana urush davrida mana shu yerlarda ko'milgan odamlar. Krasnoarmeyets, Konstantinov, mana gvozdichkalar qo'yilgan. Hozir mana shunaqachin joylarga aylanishga keldik. Taqdir ekan, bugun выходной hech qayerga chiqaman deb o'ylamagandim, lekin ketdik bo'lib mana kelib qo'ydik birpasda. O'zim yashab turgan joydan juda ham uzoqda. Tak, mana bu narsa ko'rinyaptimi? Mana yaqinlashtirdim. Mana spiskani ko'ryapsizlarmi? Qancha odam mana. Mana вечная память погибшим героям yozilgan. И дальше mana shu spiska полностью ana shu Murmansk ostonasida Ulug' Vatan urushida ana qilgan. Hozir olaman aka. Hozir olaman. Spiskalarni mana spiska. Devorni oxirigacha spiska. Полностью spiska bilan ketgan. Захоронение mana. Так. Красноармеец. Васильев. Ходгиса. Мороз Георгий Трофимович. Михаил. Qani o'zbek? Qodirov degan. Qani Qodirov? Qayta ko'rdingiz Qodirovni? Безумов Федор, Хозяинов Михаил. Akayam ham qavmpurushsizda. Krasnoarmeyets Xodgissa Kadirovich. Bu Kavkazец bo'lgan bo'lsa kerakdir-da. Endi Kadirovich, просто Kadirovich bo'lib qolibdi. Ularni baribir kim bo'lganda ham, nima bo'lganda ham mana Motamsaro ona. Motamsaro ona haykali. Shunaqa qilib qo'yibdi endi bu yerga. Oddiy. Tepamiz mana bunaqachin. Rosa go'zal joylar, lekin mana taqdirda uyga bugun bir ishlarim qilib dam olaman desa, shunaqa joylarga Alloh izni bilan kelib qoldik.